Bugungi mavzuda o'sha prepositions of movement o'tamiz, ya'ni harakat predloglari. Predlog degan o'zbekcha kelishkidir, qo'shimchalar, shunaqami? Qaysi qo'shimchalarni qaysi so'zda bilan ishlatamiz? Odatda movement degani harakat degani, ya'ni harakatga kiradigan fe'llar bor. Go bor, move bor, come, shunaqami? Yoki fly, shunaqami? Hammasi harakatni bildiryapti. Fly nima degani? Uchmoq, move nima degani? Qimirlamoq, go bormoq, come kelmoq, hammasi harakatmi? Shular bilan alohida predloglar ishlatilar ekan. Qizlar, eshitamiz. Masalan, birinchisi, over degani ustidan ma'nosida keladi ko'pincha. Along degani yonidan, chekkasidan degan ma'noda. Bo'ylab deb tarjima qilasizlar. Across degani o'sha kesib o'tasizlar bir joyni. Yoki up yuqoriga, down pastga, into ichiga degani. In bilan farqi bor. In degani ichida bo'lsa agar, into bo'lsa agar ichiga harakat qilib borsa, misol uchun. Out of dan tashqariga chiqsa, around o'shanda aylansa yoki atrofidan bundan o'tsa, burchaklarga, onto ustiga chiqsa, through degani ichidan o'tsa, yoki from to degani dangacha degani bir oddiy narsa. Mana bu so'zga e'tibor beramiz. Mana bu rasmga e'tibor beringlar. Juda yaxshi misol bergan ekan. The plane is flying over the city. Over ustidan deb tarjima qilamiz, shunaqa? Qaysar mana samolyot nima ustidan, shaharning ustidan uchib o'tyapti, shunaqami? Shuning uchun fly so'zidan keyin nima qo'ydik? Over qo'ydik, ya'ni uchyapti, ustidan uchyapti ma'nosida. Yoki pastga. The car is going along the street. Along degani bo'ylab, o'sha yonidan ketyapti degan, shunaqami? Ko'cha bo'ylab ketyapti, shunaqami? O'zi aslida bo'ylab degan so'z o'zbekchaga ona tiliga o'tayotgan bo'lsak, uni bo'y bilan qarash bo'ladi-yu, lekin unaqa to'g'ri, o'sha boshqa ma'nosida kelyapti. Ya'ni ko'cha bo'ylab ketyapti nima? Mashina, ya'ni o'sha bo'ylab deb tarjima qilar ekanmiz. Bir narsani yonidan o'tsang agar, tushunarli? Xo'p, yaxshi. The man is walking across the street. To'g'ri. Across degani kesib o'tsa agar, biridan mana yuryapti, kesib o'tyapti, harakat qilyapti. Demak, bular yo'nalishiga qarab qo'yadigan fe'llar ekan. Yo'nalishiga qarab qo'yadigan predlog ekan. Ikkinchi rasmga. Hasan e'tibor bering. Hasan, e'tibor bering. Bolalar, the boy is going up the hill. Up degani yuqoriga chiqyapti, shunaqami? Mana going up. Shunchaki going desa ham bo'ladi. Lekin biz tepaga chiqyapti deyishimiz uchun going up deyishimiz kerak. Pastga tushyapti deyishimiz uchun going down. Masalan, mana the girl is coming down yoki going down the hill. Shunaqami? Tepalikmi bu? Bu harakatga nisbatan ishlatiladi. Endi pastga e'tibor beringlar. Getting into the car. Karni ichiga kiryapti, shunaqami? Yoki avtobusga chiqsa agar getting onto the bus bo'ladi. Shunaqami? Nima uchun get onto the bus bo'ladi? Chunki avtobus ichiga tikka turib chiqasan-da, mashina ichiga bunday o'tirib kirasan, shunaqami? Buni oyoq bilan o'tirib kirasan. Shuning uchun bu getting into the taxi bo'ladi yoki into the car bo'ladi. Endi get out of bo'lar ekan, tashqariga chiqsa. Mana the woman deyapti. The woman is getting out of the taxi. Taksidan tashqariga chiqyapti. Harakat bo'layotganligi uchun buni biz into yoki out of deb aytyapmiz. Gapimni tushundinglarmi? Masalan, avtobusdan tushish bizlar get off bo'ladi. Shunaqami? Imina mashina uchun get into the car bo'ladi yoki get into the taxi. Chiqish bo'lsa get out of the taxi yoki car. Shunga o'xshagan boshqaroq. Va bunga e'tibor beramiz. Mana bu so'z qaranglar. Round the corner nima ma'noda? The policeman is coming round the corner. Ya'ni burchakdan kelyapti. Burchakdan aylanib o'tyapti ma'nosida. Tushunasizlarmi? Mana haqida burchakdan kelyaptimi policeman? Nima milsa? Yoki bu yerda thief degani o'g'ri, thief o'qiladi. Thief. The thief is jumping onto the truck. Truck nima edi? Mana bu mashincha, ko'ryapsizlarmi? Mashinchani ustiga sakrayapti. Ya'ni qaerda nima uchun on bo'lmayapti? On bo'lmasligining sababi ustida bir narsa tursa, masalan, my left hand is on my right hand. Chap qo'lim o'ng qo'limning ustida deyapman. Shunchaki turibdi hozir, shunaqami? Endi mana chap qo'lim o'ng qo'limning ustiga boryapti, ustiga chiqyapti desam agar, misol uchun my left hand going onto the right hand. Shunaqami? Chap qo'lim o'ng qo'limning ustiga boryapti. Ya'ni ustiga chiqyapti. Harakatlanayotgani uchun biz onto qo'yapmiz. Bular nima uchun on qo'ymadik, onto qo'ydik? Harakat bo'lganligi uchun. Harakat bo'lsa demak onto qo'yar ekanmiz yoki into qo'yar ekanmiz. Oddiy holatda tikib joyga tursa agar qimirlamasa, nima qo'yamiz? On yoki in qo'yamiz, tamom. Qara harakatlanmasa. Xo'p, burchakka nisbatan round ishlatilgan, tushundinglarmi? Mana bu yerdagi misol. Oxford deb, Oxford o'zi bilasizlar Oxford nimaligini, kim marta? The bus is going through the tunnel. Tunnelning ichidan ketyapti. Yoki o'rmonning ichidan ketyapti. Ichidan deb tasavvur qilamiz. Orqali desa xato tarjimada bu. Endi tushunmaysizlar. Shunga nima deb tarjima qilamiz? Ichidan. Ichidan o'tyaptimi rostda? Masalan, xo'sh, oddiy gap, o'rmonning ichidan o'tasizlarmi? O'shanda going through the nima? Forestmi? Shunaqami? Daraxtning ichidan o'tasizlar-ku? Yoki pastda. From to ni bilamiz. Danga. Uni bilmaydigan odam yo'q. Va mashqlarni shunaqa bajarasizlar, shu bilan уже bu mavzu tugaydi. Tushunarli?